orzusidagi qasrni fundamentini quyishni va nihoyat boshladik. Jahongir, ko'nglim tog'dek ko'tarildi, ishoning. Bunaqa qurilish ketayotganini ko'rib, muhimi to'xtab qolganimiz yo'q. Stabilniy harakat qilyapmiz. Yordam berayotgan, hasharga kelayotgan hamma akalarimizga juda ham katta rahmatimni aytib qolaman. Undan tashqari ehson qilayotgan, bizlarni qo'llab-quvvatlayotgan, qo'llaridan kelguncha yordam berayotgan insonlarga ham alohida tashakkur bildirib qolaman. Do'stlar, nima demoqchiman? Bizga hech nima kerak emas. Faqat duoda bo'lib tursanglar, Xudo xolasa, ishchi kuchidan yordam berib tursanglar, o'sha hasharga kelib tursanglar, shuni o'zi juda ham katta bizga qilgan yordaminglar bo'ladi. Hasharga kelayotgan insonlar yana bir bor ko'pchiligi bizdan lokatsiyani so'rayapti, ya'ni Orzuni uyini so'rayapti. Yana bir bor Orzuni uyini manzilini tushuntirib o'tib ketaman. Orzuni uyini manzili Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Bobur mahallasida joylashgan. Hamma yaxshi insonlarni yonimizda, yaqinimizda, atrofimizda kutib olamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'zingizni doim asrang.